Laqal bir ovchi. Balig'ini xursand bo'lib olib kelib ayoliga beryapti. Ana bugun bayram. Bugun Bazmi Jamshid bir yaxshilab onaxonlari shuni bir pishiring. Onaxon olayapti, ayoli tayyorlayapti, ichini yoryapti. Qarasa ichidan bir lu'lu marjon chiqibdi. Dur. Baliq bir ajoyib bir durni yutgan ekanda. Qarasa ajoyib dur. Shoshib qopti-da. Kimga boribdi? Mujavharat deyiladi, o'sha tilla oltin sotadigan savdogarga boribdi. Savdogar ko'rdi-da, savdogar ham ko'zi o'ynab ketibdi. Men umrimda bunaqasini ko'rmaganman. Meni bor mulkimni qo'ysam ham men buni narxini qo'yishlik hatto arzimayman, men buni ola olmayman. Ana u savdogarga boring, yurtimizning eng katta savdogari debdi. U yurtning eng katta savdogariga borsa, savdogar shoshib qopti. Nega desa, u savdogar umrida ko'rmagan ekanda u durdi. U gavharni, u nimani? Lu'luni, marjonni. Keyin aytibdiki, "Ovchi" debdi. "Ha, labbay, to'g'risini aytaymi?" debdi. "Ayting. Buni oladigan yer yuzida savdogar bo'lmasa kerak." Qanaqasiga? Bu juda ham qimmatbaho. Buni olsa, bitta olsa shu podsha ola oladi debdi. Shu darajada amirlar ham yo'q. Avvora bo'lmang debdi. Hokimga ham olib borib o'tirmang debdi. Vazirga ham olib borib o'tirmang. To'g'ri podsha hazratlarining o'zlariga olib borib debdi. O'sha kishi olsa oladi, boshqalarning dunyosi yetmaydi debdi. Xursand ovchi. Borib podsha hazratlariga beryapti. Podsha hali podsha bo'lib, ota-bobosi podsha o'tgan zamonlarda o'zini bu davlatida oltin, gavharlar, tilla oltinlar, butun qimmatbaho toshlar ko'rganu, lekin bunaqasini ko'rmagan. Olaman debdi. Podsha birdan yopishib qopti. Olaman debdi. Podsha-ku, lekin debdi, men buni narxini qo'ya olmayman debdi. Shu ko'rib quvonganligidan umrida bunaqa qimmatbaho tosh ko'rmagan ekanda. Mana shu qasrim debdi. Qasrimga qara debdi. Ko'zingga ko'ringanini, senga yoqqanini olaver, yig'aver, faqat debdi, 6 soat muddat beraman debdi. Shu sen o'zing tanlagan buyum, matohlar, qasrimdan olgan har narsa 6 soat ichida bu seniki debdi. Olganingda olding 6 soatda, lekin muddat 6 soat debdi. Olganingda ol, bo'ldi. O'sha narxi bo'ladi debdi. Kelishdikmi desa, kelishdik podsho hazratlari, kelishdik debdi. Keyin bir boshidan u saroyini, qasrini tomosha qila ketibdi. Unda bu yoq, bunda bu, ana unaqa ziynat, balkim u podshoning eshiklari o'z tilladan bo'lgan ekan. Shu darajada ajablanib u yoqqa kiribdi, bu yoqqa kiribdi. Keyin bir mahalla oshxonasidan taomning hidi kelib qopti. U kambag'al faqir bo'lsa, "Oh" debdi. Yondagilarga aytibdi, "Taomlanib olsam bo'ladimi?" debdi. "Ha, bo'ladi" debdi. "Bemalol, bugun 6 soat shu sizniki, qasr sizniki." Kiribdi-da, bo'kib yebdi. Asal ozroq ye, bo'kibdi. Chunki podshoning qasriga birinchi marta kirib qoldi. Fursat, rosa nima? Podshoning taomi. Eng lazzatli taomlar. Dunyoning eng lazzatli taomlari shu yerda. Yebdi, bo'kibdi. Keyin sekin harakat qilib u yoqqa yurib, boyagi taom og'ir kelib, biroz uyqusi ketdi. Endi debdi, hali soatga qarabdi. 6 soatim hali o'tsa 2 soat o'tibdi-da. Hali 4 soatim bor debdi. Keyin biroz yotib dam olib olay, shu podshoning yumshoq ipak joylarida debdi. Mana u baland karavotlarda debdi. Bir dam olib olaman-da, mizg'ib olib debdi. Keyin turib birpasda terib tashlayman buni debdi. Keyin uxlay ketibdi. Shunaqangi uxlabdi, hatto qurrak otib yubordi. Bizda qurrak dermi domlar? Ha? Shu pishqirib uxlarmish-da. Ketibdi chuqur uyquga. Va bir mahali biri turtayapti yonidan. Vazirlar, ovchi janoblar, turing. Ha, nima bo'ldi? Tamom, vaqtingiz bitdi. Haligi uxlaverib, birinchi bo'kib yebdi. Keyin uxlab qolgan 6 soatda ham uyquda yoqib yuboribdi-da. Men tanlashim kerak, biror narsa tanlamay qoldim. Yo'q debdi. Podshoning buyruq, amr. Sen o'zing senga berilgan fursatni qochirding. Agar bir narsa desang, kallang ketadi. Ana. Endi yig'lab, dotlab bir narsa bermasdan gavhar kimda qoldi boyagi? Marjon. Podshoda qoldi.
Shunday optida arablarda ma'assalama deydi. Bo'ldi, ko'rishguncha debdi-da, qasrni darvozasini yopib ketdi. Bu endi bu nima? Mana shu bizi hayotimizda bo'layotgan, hayotimiz o'tayotgan shu ramziy dunyomizga bir misol bu aslida. Nima u desa, qarang. Ovchi bu bizmiz, siz. Men u siz ovchimiz. O'sha baliq ovchisi qanday bo'ldi? Baliq ovlab. Biz ham xuddi shunaqa, dunyomizda shunaqa ovimizni qilib yuribmiz. Endi boyagi qimmatbaho baliqning ichidan chiqqan lu'lu marjon nima u desa, bizni bu o'tayotgan kunlarimiz, unda qilayotgan amallarimiz ekan. Endi qasrchi. Qasr nima desa, mana shu dunyomiz. Dunyoni zebi ziynati. Qasr shu. 6 soat nima edi u? 6 soat. Dunyoda qolish muddatimiz. Shu darajada demak nima ekan? 6 soat haligi uxlab o'tkazib o'rgandan biz ham hozir shuncha kunlarimizni o'tkazyapmizki, uni bilgan bor, bilmagan bor.